Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Hammalar yaxshimisizlar? Mana Jalolobod oblasti Bozorqo'rg'on shahri Nokat rayonining Noken, kechirasizlar, Noken rayonining o'g'li Muhammad 2023-yili noyabr oyida Hindistonga jigar peresadkasi uchun kelgan. Buni hammalar o'zingizlar eslasanglar kerak. Dadasi Muhammad Ali aka donor qatorida kelib, meni o'g'limni peresadka qilish kerak, srochno peresadka qilinglar deb bizga shunaqa yomon ahvolda yetib kelgan. Chunki Qirg'iziston va Moskva shaharlarida Muhammadni обязательно jigarini peresadka qilish kerak diagnozini, sirroz pechin diagnozini qo'yib, zudlik bilan bolani peresadka qilinglar, bo'lmasa hayoti xavf ostida degan gaplar bo'lganligi uchun bular Hindistonni tanlab Hindistonga kelishgan. Va Hindistondagi Faridobod shahridagi Maringo Asia klinikasida doktor Punit Singla gepatolog vrachimizga olib kelib tekshiruvlardan o'tkazganimizdan keyin vrach o'zini konsultatsiyasini berdiki, shoshmay tur, bolani to'shna diagnozini qo'yaylik, chunki bola endi 1,5 yoshda. 1 yoshda bo'lgan. 1 yoshda, chunki hali juda ham yosh, agarda mumkin bo'lsa peresadkasiz saqlab qolsak bo'ladi degan gaplarni gapirgandan keyin biz ota-onasi rozi bo'lib bolani biopsiyaga topshirganmiz. Biopsiya olgandan keyin dunyoviy bo'yicha 50-o'rinda bo'lib Muhammad gigantoklatичный gepatit diagnozi qo'yilgan va hozirda vrachimiz aytganki, bolani peresadkasiz 50 biz davolay olamiz. Shoshilmanglar, bola juda ham yosh, o'zini jigari bilan qancha yashasa shuncha yaxshi degan tavsiyalarni bergan. Lekin ota-onasi shu paytda qo'rqib turganligi uchun, chunki ikkita davlatdan peresadka qilish degan, Hindistonda boshqa narsa chiqqanligi uchun o'ylanishib bu narsaga rozi bo'lishmagan. Yo'q, unda biz agar peresadka qilmasa qaytib ketamiz Qirg'izistonga, nima bo'lsa bo'ldi, peshonamizdan ko'rdik deb bilet ham olishgan. Shunda yana vrach chaqirib, shoshma, farzandingni o'yla, lecheniya qilaylik, 1 oy lecheniyada tur shu yerda deb tavsiya bergandan keyin yana ular biletda отказ qilishib, shu yerda qolishgan va 1 oy lecheniya qilgan bolani. Bola shunaqa yaxshi o'zgarganki, bizni vrach aytgan tavsiyalar hammasi foyda berib, mana Muhammad jigarini peresadka qilmasdan mana oldinglarda yaxshi bo'lib qoldi, Allohga shukr. Hozir avgust oyida 2 yoshga to'ladi. Mana bu ikkinchi marta kelib hozir tekshiruvlardan o'tdi. Hozir 2024-yil 31-may, xudo xolasa 2-iyun kuni Qirg'izistonga qaytib ketishadi. Hozirda tekshiruvlar hammasi yaxshi. Muhammadga hech qanaqa peresadkaning keragi yo'q. Dori bilan inshaalloh umrbodga ham yashash mumkin ekan. Unaqa u dorini ham hozir dozasini almashtirishdi, vaqti kelib dori ham to'xtaydi, bolani o'zini jigari yaxshi ishlaydi degan xursandchilik gaplarni aytdi. Hammalarga kattakon rahmat. Bu bilan biz nima demoqchimiz? Ba'zi bir paytlarda shunaqa vaziyat bo'lib qolar ekanki, u yoqda tekshirilgan diagnozlar bilan bu yoqdagisi boshqa chiqqani sababli shoshilmaslikni tavsiya qilamiz. Agarda imkoniyat bo'lsa, shu chet elga meditsina yana ham rivojlanayotgan davlatlarga borib, tekshiruvlardan o'tib, agarda peresadka bo'lmaydigan bo'lsa, peresadkasiz dori ichib bo'lsa ham baribir peresadkadan keyin ham dori ichadi. Peresadkasiz o'zini jigari bilan dori ichib yurgani ham yana ham yaxshi. Muhammadni diagnozini yana aytib o'tib ketaman. Gigantoklatичный gepatit dunyo bo'yicha 50-bola shunaqa kasallik bilan og'rigan. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Men Alloh Muhammad Ali. Men bu videoga chiqishimdan maqsad hammasini aytib o'tishim kerak. Men farzandim birinchi og'riq boshlaganda 6 oyligida Qirg'iziston O'sh shahrida lecheniya oldi, O'shda. Uyda qon kamqonligim og'ridi, 34 ga tushib qon og'ridi. Qon ozayib. Keyin men edi yaxshi bo'lmaganidan keyin Moskvaga chaqirdim, internetdan topib, Moskvada Maruzki degan banksda edi lecheniya qildirdik 6 oy. Ular yana og'ir diagnoz qo'yib, jigarni peresadka qilish kerak deb diagnoz qo'yishdi. Ular menga aytishdiki, katta summani aytishdi, 5 million. Keyin men unga ko'nmay, men tanish bilsa yaqin odamlardan bizga sababchi bo'lib Hindistonga keldim, Faridobod shahriga, Maringo Asia degan bansiyaga. Eda 1 oydan analiz topshirishdi. Menga nima bo'lib og'rishini diagnoz qo'yib beramiz deyishdi, lekin vaqtda o'tkazamiz deb kerakli analizlarni topshirdik. Doktor Punit Singla gepatit vrachi. Keyin ular analiz olgandan keyin, biopsiya olgandan keyin bolani peresadka qilmasdan lecheniya qilamiz deb
bizga shu gaplar aytishdi, biz xursand bo'ldik. O'sha analizlar chiqqandan keyin bolam lecheniya qildi, 1 oy lecheniya qilishdi. O'tgan yil 2023-yili. Hozirda lecheniyadan keyin bolam yaxshi mana. Biz yana qaytadan keldik. Bir qator medosmot o'tgani, hozir analizlar yaxshi chiqdi. Allohga shukr. Men nima demoqchiman? Hech qachon tushunlikka tushirmanglar, bola katta bo'lsa, yaxshi analizlar topshirib, iloji bo'lsa chetga chiqinglar, meditsina rivojlangan davlatlarga. Balki sizlarda ham o'zgarish bo'lib qolar. Allohga shukr, mana Pulinsinglar, mana Shanilon, mana Shahzoda, rahmat, uni kuyovi Rasmiddinga ham katta rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Patient Muhammad, 8 months old boy from Kyrgyzstan. He was detected to have jaundice, had failure to thrive, was having weakness, painful hepatomegaly. During investigations, he was found to have liver disease and doctors over there suggested liver transplantation. He came to India with a plan of liver transplantation, with father being potential donor and mother being as a backup donor for the family. So the family came with a plan of doing liver transplantation. We here evaluated him again and found that he had a combination of disease, autoimmune hemolytic anemia with giant cell hepatitis. So it was a rare disease combination in which patient can be tried for medical management. Family was thoroughly consulted, all the due investigations were done including liver biopsy, and they were started on medical management. It was a surprise for the family that we were suggesting medical treatment instead of doing liver transplantation. But that was the correct treatment for the patient. Patient showed the response in next couple of weeks. Now patient has come back after about 6 months. His jaundice has resolved. He has gained weight. His failure to thrive has gone. He is doing well. He is growing well and he is taking good diet and he is active. It is good to see such patients who came with a plan of liver transplantation, but a good thorough evaluation resulted in just medical management and patient would be in good health without any immunosuppression.